Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomizda O'zbekiston sharoitida $1000 dan $1500 gacha pul topsa bo'ladigan xizmat ko'rsatish haqida gaplashamiz. Siz ungacha videoni o'tkazib yubormang. Qani ketdik bo'lmasam ichkariga. 6-etajga chiqqanmiz, stejga quyish jarayonini o'z ko'rsatib, akamizga savollarimiz beramiz. Bu rastor qayerdan chiqyapti, Ibrohimboy? Bu rastorimiz asha pastdan sizlar ko'rgan katta texnikadan mashaqa chiqarib beryapti. Pastga bir syomka qilingan. Bu mana stejga qurish jarayonimizga keldingiz. Bu nomi yarim quruq stejga bo'ladi. Yarim quruq stejga tarkibida net pisok, sement, o'zini qo'shiladigan fibra qo'shimchamiz bor. Stejga yorilmasligini oldini oladi. Shogird bo'lsa, shogird ham olasizlarmi? Shu olamiz. bo'lsa, olamiz. Bu sohada ishlayman degan bolalarni isham o'rgatamiz, shogird qilib usta bo'ladi. Kelajakda usta bo'lib qoladi. Qancha vaqt ketadi endi buni o'rganishga? Shogirdlarning o'ziga bog'liq. Bo'ling, bitta sezonda usta bo'lib chiqishi mumkin. Bir sezonda, bahordan kuzgacha. Ish jarayonini ko'ryapmiz endi buni nima afzalliklari bor oddiy stejkadan baqa chiqarishdan? Bu oddiy stejkaning afzalligi bu haqida ko'tarmaysiz. Faqat asha bitta ko'rib turgan lapatki bilan mana shu qo'lni etajga mana shu lapatga o'rnatib quyib bo'ladi. Afzalligi mana sifati mana ko'rib turibsiz, lazer yordamida mana quyapmiz, mana lazerimiz yonib turibdi. Tekizligi bilan farq qiladi. Oddiy stejkada ideal tekiz bo'lmaydi. Bu mana jarayonni ko'ryapsiz. Nol holatda qo'yib, tekizlab jarlikka qilib, stejkaga yana bir ishlov beryapsiz. Buni qalinligi qancha bo'ladi stejkani? Buni qalinligini hozir 7 cm qo'yamiz. Sabab tagida to'plik pol bor. To'plik bor joylarga 7 cm, 7-8 cm stejka qalinlikni qo'yiladi. Bu qalinligi har xil bo'lishi mumkin. 5 cm, 9 cm bo'lishi. Bularning narxi kvadrat qanchadan narx bo'lyapti endi? Buni kvadrat narxi hozir 18 mingdan boshlanadi. 18 mingdan boshlab 20 ming, 25 ming, agar kvadrat kamroq joyi bo'lsa, boshqa narx kelishilgan holatda ishlaymiz. Hozir bu binoni 7 ming kvadrat ob'yem olganmiz, 18 mingdan ish boshlaganmiz. Boring 1000 kvadratli joylar, boshqa nima bo'lsa 20 ming bo'lishi mumkin. Endi binoni holatiga qarab, narxni kelishib olamiz. Bu apparatlarni endi men birorta odam ustachilikda o'rganib, o'zi apparat olansa qancha bo'ladi bu narxi? Bu texnikamizning narxi boring komplektda hozirgi kunda ishlatilgan mashina narxlarimiz $10,000 atrofida to'xtaydi. Plus minusi bilan. Boring aytaylik, mana ishlatilgan bu mana shu texnikani 5 yildan beri ishlatayotgan bo'lsam, mana hozir yog'ini, ham yo'g'ini vaqtga qarab ishlatyapman. Ishlab turibdi hozirgi kungacha. Lekin remont talab bo'lib qolgan joyini vaqtga almashtirib ishlayapmiz. Ish beryapti. Lekin mana shu yangisi boring $15,000-16,000 bo'lsa, ishchi holatdagi ishlatilganlari $10,000 atrofida bo'ladi. Bu to'kli varianti. Salarkali varianti bor. 20 mingdan 45 minggacha nimasi bor. Ishlatilganlari bor $20,000 bo'lsa, u salarkada ishlaydi. Yangilari $45,000 gacha bor. Hozir mana shu O'zbekistonda topsa bo'ladi. Bor narsa. Siz bu ishni Rossiyadan o'rganib kelgansiz-a? Biz bir 7 yil Rossiyada ishladik. Mana shu lazer yoqib yurgan bola shogird bo'ladi. Birga ishladik, 7 yil Rossiyada ishladik. Keyin karantin mahallida bu yerda to'xtab, bizdan baland binoda ish faoliyati chetda boshladik. Karantindan beri shatda. Karantindan beri chetda mana shu sohada ishlayapmiz. Mayli, ishlarga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bosib qo'ysangiz esdan chiqmasin.